Hozir ko'chada hamma yo'l tanlamas SUV haydaydi, lekin bu shunchaki mashina emas, bu statusni yangi darajaga olib chiqqan afsona. Ko'rib turganingiz yangi 5-avlod Range Rover bu dunyo bo'yicha navbatga turib sotib olinadigan defitsit model. Uni uzoqdan ko'rganingizdayoq bu oddiy avtomobil emasligini his qilasiz. Bu LWB Long Wheelbase, ya'ni eng uzun va eng qulay baza. Dizayn minimalizm uslubida, lekin har bir chizig'ida millionlab dollarlik haybat bor. Qarang qanday silliq va mukammal bo'lgan kuzov 23 radius diskalar va murakkab bo'lgan lazerli optika. Bu mashina havoda go'yoki suzayotgandek. Haqiqiy Royal Class. Kapot ostida V8 4.0 biturbo 530 ot kuchi. Bu yerda tezlik emas, balki cheksiz quvvat zaxirasi asosiy rolda. Gazni ozgina bossangiz 2,5 tonnalik bu saroy joyidan xuddi yengil sportkardek otilib chiqadi. Ichkariga kiring. Bu yerda dunyo go'yoki to'xtaydi. Avtobiografiya komplektatsiyasi, eng qimmat koja, haqiqiy yog'och va massaj o'rindiqlari bilan. Ikkinchi qator esa xususiy samolyotning first class kabinasiga. Bu mashinada yo'llar tekislanib ketadi. Elektron boshqariladigan pnevmatik tizim soniyasiga 500 marta yo'lni skanerlaydi. Siz yo'lni his qilmaysiz. Siz shunchaki manzilga yetib borasiz. U superkarlardek tez, lekin shunga qaramay prezident lyuks xonasidek shinam. Hech qanday kompromissiz, faqat yaxshisi. 2026-yilga yangi Range Rover P530 avtobiografiya LWP nalichiyada ikkita bor. Kimga kerak bo'lsa, lichkaga yozinglar.